O'zbekistondagi juda ham ko'p tur firmalarda problema bo'lyapti. Bo'lajak hojilar sarson yoki reyslar qoldirilgan, mehmonxonalarga kira olmagan. Bu to'g'risida gapirmoqchi emas edim. Qo'yib ketganimdan gapirmoqchiman. Mana qor qilyapti. Hamma sarson sargardon. Shunaqa sarson bo'lib yuribdi. Necha marta kelgan bo'lsam, har doim har xil problemalar bo'lgan menda ham. U birinchi kelishlarimda vashi 3-4 kunlar mehmonxonaga kira olmay, reyslarni aeroportida kutib, har xil problemalar bo'lgan. Qachon noliganim yoki noshukrlik qilganimni ko'rdinglar. Har doim tabassum qilib turaman-da, kelinglar Alloh baytiga, ibodatinglarni qilinglar deyman. Shunaqa ham achinib ketyapman. Noligan emas, ibodat qilgani kelinglar. Sizlardan ancha yoshman, lekin men malollanib ketyapman sabr haqida tushuncha berib sizlarga. O'zi sizlar bizga o'rnak bo'lishinglar kerak-da. Ya'ni o'g'lim yoki ukam, bratishka, yosh ekansan, sabrli bo'lishing kerak deb hal bo'lmayotgan, boshimizni ortayotgan hamma problemalarni unutib, bitta seriozniy fikr qiling. Shunda shukr qilishdan boshqa chorani ko'rmaymiz. Ana undan keyin qanchalik noshukrligimizni his qilamiz. Bir jumla aytaman, buni aql egalari biladi. Agar ustimizdagi ne'matlarni sanasak, uni adog'iga yeta olmaymiz. Agar boriga shukr qilsak, ziyoda qilib beradi. Agar boriga ham noshukrlik qilib nolisak, borini ham olib qo'yadi. 4-5 yil oldin umri yo'q edi-yu, 10-15 yillab o'chit kutilardi-ku. Umri yetmay o'tib ketganlar qancha, buni yaxshi bilasizlar-ku. Iltimos, noshukrlik qilmanglar. Alloh borini ham torta olmasin. Alloh so'radinglar, mana ochib qo'ydim. Nolidinglarmi? Olib qo'yaman desa bo'ldi, pishamiz. Umuman ko'rmaymiz bu joylarni. Oldingidagi tema bo'ladi keyin. Ozgina tafakkur kerak, ozgina, ko'p emas. Bu videoni butun O'zbekiston ko'rish kerak. Maksimalni tarqataveringlar, bilishsin.